Bu yerni ovqatlarini narxini eshitib hayron qolishingiz aniq. Masalan, mana shu 5 barmoq 48 ming so'm, ilik sho'rva 22 ming, osh 24 ming, qozon kabob 43 ming, shashliklar esa 9 mingdan 12 minggacha. Zo'r-a? Bu narxlar aslida ovqatlarning teng yarim narxi. Xandon milliy taomlari yangi ochilganligi uchun hamma ovqatlarga 50% gacha skidka e'lon qilgan. Lekin ulgurib qolish kerak. Bunaqa narx har doim ham bo'lavermaydi. Bu aksiya 17, 18, 19 oktyabr kuni bo'ladi. Mana bu 5 barmoqning porsiyasini kattaligini qarang, 2 kishi 48 mingga bemalol to'yvosiz. Bu yerni o'zi Malikadagi akalarimiz Samarqand zig'ir oshi bilan yaxshi bilardi. O'sha zig'ir osh tayyorlaydigan oshpazlar o'sha shu yerda qolishgan. Oshi menga yoqdi, juda ham shirali chiqibdi. Ilik sho'rva ham bunaqangi sovuq kunda zo'r ketadi-yu. Ayniqsa go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan bo'lsa. Xullas ovqatlari yaxshi ekan, arzon deb shubhaga borib qolmanglar. Joylari ham chiroyli, zo'r. Olib kelgan odamingizni yonida uyaltirmaydi. Xandon milliy taomlari ertalab 10 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Malikadan Taxtapulga qarab ketaverishda korzinkani shunday yonida. Bu aksiyadan foydalanib qolinglar. Maksimalni yaqinlarga tarqatib tashlaylar. Xursand bo'lib qolishadi.